Demak, ishimizni boshladik. Salom. Biz hozir mana shunaqa yoyilib ketayotgan rasmni yasashga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni mana shu odamning tanasi mayda bo'laklarga bo'linib ketyapti. Bo'laklari kapalakni shaklida turibdi. Buni ham ko'rib o'tamiz. Demak, mana bu ikkita slojni o'chirib tashlaymiz avvalo. O'chirib tashlaganimizdan keyin oddiy ana shu original rasmni ikkitaga ko'paytirib olamiz. Ctrl J deb bosib, mana ko'paydi. Endi D ni o'zini bosamiz knopkamizda, unda mana bu yerdagi rangimiz ana shu qora oq holatiga keladi. Prosta D ni bosamiz xolos. Hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Bu yerda Ctrl Shift X ni bosamiz. Bu yerda birinchi rasmni eng tepadagi rasmga qo'yib turib Ctrl X Shift ni bosdik. Endi bu yerda kisni kattalashtirib turib rasmni cho'zamiz. Mana bunaqa shaklda. Cho'zayotganda hamma yo'g'ini cho'zib olmaymiz, faqat bizga kerakli ana shu yayladigan joyinigina cho'zamiz. To'g'ri kelgan joyini cho'zib olmaymiz. Demak, mana cho'zdik. Endi kisni sal kuchaytiramizda, odamni sal mana shu bel qismini ham cho'zamiz. Bu yerda agarda katta kisni cho'zsa, shu olib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek cho'zib oldik. Buni OK deb bosamizda, mana bu maska degan knopkani bosamiz. Bu maska deb nomlanadi. Endi mana bunaqa shakl chiqqandan keyin Ctrl D ni bosamiz. Agarda bu yerda rang o'zgarmasa, rang ana shu pastdagi nima o'zgarishi kerak. Agarda o'zgarmasa, ana shu qora oqni boshqa rang o'zgartirib ko'ring. Yana Ctrl Shift bosdik bu yerda. Endi bu rasmni ichkariga kirgizamiz. Ancha joyni maydalamoqchi bo'lsak, xuddi ana shu joyni belgilab ichkariga kirgizib olamiz. Mana. Agarda sizda haligi Ctrl Delete ni bosganingizda rangi o'zgarmasa, ana shu oq joy bo'yicha qolaversa, chap tomondagi pastki qismdagi rangini oqda bo'lsa qoraga, qorada bo'lsa oqqa o'zgartirib ko'ring. Ctrl Delete ni bosdik, mana o'zgardi. Demak, endi keyingi ishimiz oddiy kisni olamizda bo'yashni boshlaymiz. Faqat endi o'rtadagi rasmga qo'yib oldik. O'rtadagi rasmga emas, o'rtadagi rasmda o'ng tomonida turgan qora rangga qo'yib oldik. Endi mana buni qilib bo'yab chiqamiz mana. Demak, mana endi bo'ldi. Endi mana tepa qismiga o'tamiz. Tepa qismiga o'tib bu yerda mana buni qilib chizib chiqamiz mana. Bu ana shu maydalanib bo'linib ketayotgan effektni berdi. Endi biz buni ana shu qora joyga bosib Ctrl ana shu Delete ni bossak, yana o'chib ketadi. Ctrl Delete ni bossak, yana o'chib ketdi. Endi biz boshqa kisni olib, ana shu kisni ham o'zgartirib ko'ramiz. Bu yerda o'rnatgan kistingizni xohlaganingizni olishingiz mumkin. Demak, biz ana shuni olamiz. Internetdan xohlagan ana shu ko'chirib olgan kistingizni tanlab, buni mana shu nastroykasidan o'zgartirib olishingiz mumkin. Bu mana bu joydan bo'ladi. Endi bu yerda mana ko'rayotgan joylaringizda barchasini o'zgartirishimiz yordamida kisni ana shu bo'yalishning tartibini o'zgartirishimiz mumkin. Mana ko'rayotganingizdek hamma joyini har xil shaklga olib kelib olyapmiz. Demak, biz bunda ana shu har xil bosganda, bitta bosganda 2-3 ta joyda tengdaniga chiqishini belgilab olamiz. Rangi oqda turibdi. Bu kistimiz ayni slojda qayerda turganini ko'rdinglar. Endi bo'yashni boshlaymiz hozir. Demak, buni hamma yo'g'ini to'g'rilab oldik. Bunisini ham ko'paytirib qo'yamiz. Endi bo'ldi, buni yopsak bo'laveradi. Yopganimizdan keyin keyingi ishimiz ana shu o'rtadagi slojga bosib turib o'chirishni boshlaymiz mana. Bunda ana shu bitta ikkita bosganda avtomatik 2-3 ta rasmni tengdaniga ochib beradi. Bu mana sekin asta bo'yab chiqamiz. Endi buni sochlarini bo'yayapmiz mana. Hozir endi buni belini mana bo'yayapmiz. Demak, bizga kerakli effektni уже qilib oldik. Endi buni yoyilayotgan tepadagi slojda mana bu joyga bosamiz. Endi bu yerni boshlaymiz bo'yashni. Endi mana bu yoqqa qarab cho'zib tashlayveramiz. Mana demak, ko'rib turganingizdek mana shunaqa buzilib, yoyilib ketayotgandaqa rasm bo'ldi. Mana bu slojga o'tmaymiz, faqat yonidagiga o'tishimiz kerak edi. Endi bu yerga o'tib turib, mana shu rasmlarni sal-pal nima qilib olamiz? Hozir kisni kattaytirib oldik. Alt ni bosib turib, tepaga o'ngga chapga yurgizganimizda kattayadi, tepadan pastga qilganimizda uni neprozrachность kattayib ozayadi.
Xullas, buni qo'yganimizdan so'ng bu rasmlarni sal shuvab qo'yamiz ozgina. Unda ana shu buzilayotgan effekti yanada chiroyliroq chiqadi. Demak, effektni tayyorlab bo'ldik. Endi biz bu yerda mana bunaqa shaklda qilganimiz bor, mana bunaqa shakldagisi bor. Yana mana bunaqa xuddi uchib ketayotgan, shuvalib shamolda oqib ketayotgandaqa qilsa bo'ladi. Yana qanaqa shakli bor desa, bu yerda men bir ikkita mana bunaqa shakldagisini ham qilib ko'rdik. Endi o'zingizlar internetdan xohlagan kesitni sketchat qilib turib, uni to'g'ri chiroyli qo'ysanglar bo'ldi. Eng asosiysi mana daraxtga o'xshab. Demak, mana turli xilini ko'rsatib berdim. Barchaga omad. Keyingi safar ko'rishamiz. O'zingizlar tayyorlagan narsalarni kommentariyaga qo'shishni unutmanglar.